Qoraqalpoqlarning o'zbeklardan ajralib turadigan eng qiziqarli 5 ta odatini aytib beraman. Birinchisi, ovqat yegan paytida olinglar deyishmaydi. Olinglar desa, как будто yemanglar deganday. Ikkinchisi, qoraqalpoqlarga uyga o'tinglar, kelinglar deyishsa, biz qoraqalpoqlar обязательно uyga borib olamiz. Shuning uchun unaqa deyish kerak emas. Hazillashib kelinglar deyish bizlarda yo'q. Taklif qiladigan bo'lsangiz, aniq пригласительный bilan chaqirish kerak. Uchinchisi, uyda agar kelin bo'ladigan bo'lsa, ovqat yeyib qo'ygandan keyin uyni kattasi partnersni kelinga uzatadi, kelin engashib olish kerak. Bu uyni kattalariga, qaynota qaynonaga degan yoki kelgan mehmonlarga degan hurmat. Ortgan ovqat bo'ladigan bo'lsa, undan yeyiladi. Sababi bizda uni sarqit deyishadi. Yosh kattalarni yoshiga yetib yuraylik, ularni darajasida bo'laylik, hurmatli bo'laylik ma'nosini bildiradi. To'rtinchisi, qoraqalpoqlar juda ham kam gap bo'lishadi va juda ham ishonuvchan bo'lishadi. Buni aql-ko'krik deyishadi. Beshinchisi, eng qizig'i, qoraqalpoqda qizlarni o'g'il bolalar uylanadigan bo'lsa, olib qochib ketishadi, ya'ni o'g'irlab ketishadi. Meni ham 18 yoshimda o'g'irlab ketishgan. Agar ma'lumotlar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like.